O'zbekiston finalga yo'l oldi. Birlashgan Arab Amirliklarida tashkil etilgan nufuzli Al Ayn Kub musobaqasi tobora qizib bormoqda. Bu yilgi turnirning maxsus ahamiyati shundaki, unda 2026-yilgi jahon chempionatiga yo'llanma olgan 4 ta kuchli terma jamoa Eron, Cabo Verde, O'zbekiston va Misr ishtirok etmoqda. Shu bois har bir bellashuv yuqori darajadagi raqobat va katta mas'uliyat ostida kechmoqda. Yarim finalning ikkinchi uchrashuvi esa haqiqiy dramatizm va mahorat namoyishiga aylandi. Fabio Cannavaro boshqaruvidagi O'zbekiston milliy jamoasi Misrga qarshi juda muhim bahs o'tkazdi va o'yinni to'liq nazorat qilib, 2-0 hisobida munosib g'alabaga erishdi. Bellashuvning o'zi esa juda erta qizib ketdi. Hali 4-daqiqa ham tugamay, Oston O'runov o'zining o'tkir driblinglari va shaxsiy mahoratini namoyon etib, raqib himoyachilarini birin-ketin ortda qoldirdi va darvozani aniq nishonga oldi. O'yinning dastlabki qismidagi ushbu gol jamoaga ishonch, muxlislarga esa katta ruhiy quvvat bag'ishladi. Biroq O'runov shu bilan to'xtab qolmadi. Tanaffusga yaqin yana bir hujum markazida paydo bo'lib, birinchi taym yakunlanishidan oldin hisobni 2-0 qilib uzaytirdi. Shu tariqa O'runovning dubli nafaqat o'yin taqdirini hal qildi, balki o'zi uchun ham katta miqdorda ishonch bag'ishlagan o'yin sifatida tarixda qoldi. Ikkinchi taymda ham o'zbekistonliklar qattiq intizom, to'g'ri taktika va jamoaviy harakat Cannavaro shogirdlari musobaqa davomida har o'yinda yangi taktik variantlarni sinovdan o'tkazayotgani va tarkibda rotatsiya qilayotganiga qaramay, umumiy o'yin sifati pasaymagani e'tiborga molik. Endi O'zbekiston finalda 18-noyabr kuni hal qiluvchi bahsda raqib Eron. Bu nafaqat final, balki Osiyodagi ikki kuchli jamoaning o'ziga xos dastlabki razvedka jangidir. Chunki har ikki terma jamoa 2026-yilgi jahon chempionatiga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. Misr uchun esa kurash tugamadi. Ular 3-o'rin uchun Cabo Verde bilan maydonga tushadi.